Shep, yo'llar qanaqa yo'llar? Yo'llar juda zo'r. Qaytarmayaptimi odamlarni? Besh sababsiz. Hali aeroportlarda qaytaradi-yu. Bizda yo'q, qaytarmaydi. Hali ko'pchilik so'raydi-da, video oladi. Avtobus shofirlar hali nima bo'ladi? Yo'lda pul oladi deydi. Baraka topdi. Dokumenting yo'q bo'lsa pul berasan deyman, tushunishmaydi. Dokument yo'qlar nima deymiz? Dokumenti ularga o'zini harakatini nimasini qilib chiqadi-da. Doda staj necha yil staj? 43 yil avtobusda. Mashalloh. Ilohim yoshingizga yetaylik. Yo'lovchi akalarimizga xudo xolasa eson hamma manzil-manziliga Allohim yo'lini ochsin. Aziz do'stlar, telefon qilib barcha ma'lumotlar qilaverasizlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Toshkentdan Sankt-Peterburg shahariga mana biletlarimiz klientlarga berdi. O'z xudo xolasa Zadeshka bilan Sankt-Peterburg shahariga chiqib ketmoqda. Yo'lovchi aka-ukalarimizga hammasiga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'q aka, bu oldi sotilmaydi, vodительskiy faqat. Aka, o'tiring ashiydan, ayollar o'tiradi oldida. Xudo xolasa mana yo'lovchilarni pasatkasini boshladik. Xudo xolasa aka Sankt-Peterburgga ketyapsiz. Bor haqiqatmi? Qayerdan so'zingiz aka? O'zim Andijondan. Qayerdan Andijon? Andijondan. Andijon akalarimiz kelaversinmi? Imini Andijon akalarim ishonmadi, primoy reysi yo'q ekandi. Andijon bor. Akalar Toshkent, Sobir Rahimov, Moskva, Sankt-Peterburg 23 fevraldan qo'yildi bu. Abdush aka yaxshi to'la. Akalar Sankt-Peterburgga yo'q deganlar uchun mana primoy reyslarimiz ochildi. Reyslarimiz xudo xolasa dushanba va juma kuni qatnab boradi. Vodительlarga kelsak, voditellar